Ozodbek Nazarbekov nima ish qildi o'zi? Ozodbek Nazarbekov madaniyat vaziri bo'lib kelgandan keyin san'at sohasiga aytishga arziydigan bir tayinli ish bo'ldimi o'zi? Shunaqa jahlim chiqadi. Har kuni qaysi davrada qaysi san'atkor bilan o'tirsam, mashtimgacha kelgan, ishonasizlarmi? Sizlar madaniyat vaziri haqida gapirasizlar. O'zbekistonda madaniyat sohasini boshqarayotgan vazirlik va vazirning shaxsi haqida gapirasizlar. Yana kamida ijodkor odamdir. Mana shu Ozodbek Nazarbekov madaniyat sohasiga rahbar bo'lib kelgandan keyin bo'lgan islohotlarni, chiqarilayotgan yangi qarorlarning hech qaysisi haqida umuman ma'lumotlaringiz absolyutni yo'q. Mana bu safargi video murojaatim ijodkor san'atkorlarga qaratiladi. Mana yaqinda 200 dan oshiq san'atkorlarga davlat mukofotlari berildi. Bilasizlar, bu ijodkorlarga umrining oxirigacha bu mukofotlar berilmasligi aniq edi. Qaysidir ma'noda sabablarini ko'psini o'sha ijodkorlarning o'zi biladi. Lekin sizlar bir o'tirib o'yladingizlarmi, mana shu mukofotlarni mana shu ijodkorlarga berilishida kimni tashabbusi bilan mana shu ishlar bo'ldi? Yoki oxirgi mana shu bir haftada chiqqan prezident qarori, san'at vakillari bularni uyini arendasidan boshlab har bitta sog'ligi, kasalligi, uyini bo'lib to'lash subsidiyasi, boshqasi yoki kino sohasidagi bo'layotgan yangiliklar kimning xizmati bilan bo'lyapti o'ylaysizlar? Agar vazirni atrofida biror voqea bo'lishi mumkin bo'lganda, bizning hayotimizda bo'lardi. Men shaxsan shu odam bilan partnyorman. 20 yildan ortiq birga ishlayman. Birorta mukofotni menga shunday beravergan bo'lardi. Haqiqiy kino sohasida o'zini hissasini qo'shgan, she'riyatda, madaniyat sohasida o'zini hissasini qo'shgan va o'zini mehnati bilan necha yillardan beri mana shu mukofot olishga loyiq bo'lgan ijodkorlarga berildi. Hurmatli ijodkorlar, hurmatli san'atkorlar, har davrada o'tirib vazirning orqasidan gap chaynagandan ko'ra ijodlaringizni qilinglar. Mana shu prezident farmonini o'rganinglar. Mingdan ortiq san'atkorlarga 50 milliarddan 100 milliardgacha pul ajratilgan. Mana shu pulni har bittalaringiz olishlaringiz mumkin. Qishloqda edi, menda imkoniyat yo'qda ham viloyatdamiz degan gaplar bu yoqqa unaqa nomerlaringiz o'tmaydi. Vazir qilayotgan har bitta islohotlarini o'rganinglar. Men xohlamaymanki, o'zimizning ichimizdagi insonlar madaniyat vaziri va madaniyat vazirligi atrofida bo'layotgan intrigalarni o'zlari boshlab berib, kimdir shaxsiyatiga xalqning orasida dog' tushirishni umuman xohlamayman. Biror marta vazirlikka kelib, siz nima bo'layotganligini bilmaysizlar. Yana Ozodbek Nazarbekov yomon, yana madaniyat vazirligi hech qanday ish qilmaydi.